2 haftadan kam vaqt ichida 300 tadan oshiq kostyumlar yaratdik desam ishonarmidinglar? 1 yil oldin shu gapni eshitsam, men o'lsam ham bunga ishonmas edim, lekin hozir bu haqiqat. Va bu kostyumlarning hammasi maska shou uchun. Biz butun komanda bilan shu ko'rsatuvni syomkasi uchun butun planshetkadagi aktyorlar, boshlovchi, tansorlar va hamma o'sha yerda kimni kim bo'lsa hammasiga biz javob berdik. Kelinglar, men sizlarga buni qanaqa bo'lganini hammasini aytib beraman va men istoriyamni boshidan juda ham uzoqdan boshlayman. Marjoni bizani hammamizni syomkalar boshlanishidan 5-6 kun oldin chaqirdilar, chunki faqatgina shuncha vaqt qolganida hamma narsalarni hal qilib bo'lishgan edi. Например, qanaqa muzika bo'ladi, qanaqa aktyorlar, qanaqa kostyumlar bo'lishi kerakligini faqatgina shuncha vaqt qolganida hammasini hal qilishdi. Biz bo'lsa vaqtimiz ozgincha qolganini tushungan holatda birinchi o'rinda bozorga yugurdik. Chunki rejissyorlar xohlayotgan kiyimlarni topish prakticheski mumkin emas. Biz hali boshlang'ich bo'lganimiz uchun biz bozorda ko'p joylarni bilmas edik. Shuning uchun Marjona bizga har bittasini tushuntirgunlaricha 2 kuncha vaqt o'tdi. Keyin bo'lsa vaqtni ekonomiya qilish uchun kimdirlar studiyada qolib tikdi, kimdirlar bozorga, kimdirlar magazinlarga bo'linib oldik. Orada bo'lsa bizani shunaqa syomkaga chaqirishdi, chunki maskalarni qanaqa kiyilishini faqat biz bilardik. Shuni deb ham bizada bir kunimiz bekorga ketdi. Aytgancha esimizdan chiqmasin, bizada bu paytda parallelni pokazimiz ham bo'layotgan. Hozir bularni hammasini ko'rib tushunmayman, qanaqa qilib biz bularni hammasini tikishga ulgurganimizni. Biz hammasiga bilmayman qanaqa qilib, lekin ulgurdik. Shu ahvolda bizga tikish uchun berilgan vaqt tugadi va biz birinchi kuni syomkaga hammamiz narsalarimizni ko'tarib kstati biza keldik, lekin Marjona shu kuni ham borib hamma narsalarni yana to'g'irlab qidirib yurgan edi. Bilmayman qanaqa qilib ular bunga hammasiga chidadilar, chunki biza где-то soat 9, 10, 11 largacha ketganimizda kechqurun ular bo'lsa umuman uxlamasdan tikib chiqdilar. Boje, menimcha shu joyda tugatganim yaxshiroq. Birinchi kuni syomkada nimalar bo'lganini men sizlarga keyingi safar aytib beraman.